Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun mana bugun Minecraft o'ynaymiz. Qani ketdik. Tek nima qilsam bo'ladi? Çıkış yapamız. Paçamız tek bulmaz. Sınavlar gittik. Çıkarmış dedim. Gerek emez bu iken. Ben de bir an çıkardılar. Şimdi bu demir değişik oraya. Ben de açılarken ne bu? Verirsek açılır. Bunun bir arkadaşlarımız. Sınavlarımız. Namazlık ola değil. Doğru. Bana yürüye. Bana bir endi yana biriye. Endi hamma eshiklar o'shanaqa qo'yib chiqaman men bilmayman. Kirish joyiga. Süt o'rnab chiqamiz. Süt. Ana. Süt. Qatar o'rnatib chiqaman. Hop. Bu tarafini ham yopishimiz kerak. Bu tarafini yopib tashlaymiz. Oq blok olamiz. Oq blok. Blokka kiramiz. Oq blokda mana bunga qo'yamiz. Ana. Endi bunday chiqamiz degan. Böyle. Kim buni bitamiz. Shunday bitib. Men Minecraft o'ynashni hali bilmayman. Endi bundan birga shunday bitamiz. Qo'yish keyin bir qo'yamiz. Qo'yib bo'ldi. Wow. Qo'ch chiqaydi dedim. Yaxshi ekan, shunaqali ekan. Bit. Ko'chadalarga ham bo'pti, lekin mana tovuqlar bor ekan. Ip olamiz. Ip. O'zimga uy. Mana uy. Mana. Uymi? Yo'l ekan mana. Yo'l. Odam yo'li. Menga yo'l kerak emas, shuning uchun tamam olaylik. Bunun uchun izlayapmiz biz. Biz sotib qolishimiz kerak. Shuning uchun bir istagan
Keyin shunday bitamiz degan. Endi mana bu yerga qo'yib yuboramiz, chiqib ketamiz. Keyin tak mana shu qo'yib, buni shunday bitib, shunday bitib qaytgan qilib yuboramiz. Yaxshi. Olamiz. Şu balık mı bundan? Hayır, sağlamam böyle.